Yosh bolani, 5-6 yoshli bolani yolg'on gapirish muammo emas. Uni farqiga bormaydi. Lekin 14-15 yosh bolani yolg'on gapirishligi bu muammo. Bu farqiga boradi u. Kimni farzandi mana shu yosh yigit, yosh qiz holatida ota-onasini ko'p aldasa, o'sha ota-onani o'zi aybdor. Demak, farzandi bilan ochiqcha mehr muhabbat ustida gaplashmayapti. Va ko'pincha ota-onasidan arzimagan narsalar ustida kaltak yeydigan, arzimagan narsaga baqirish, so'kish eshitadigan farzandlar ota-onasini doimiy aldaydi. Doimiy ravishda yolg'on gapiradi. Umumiy xulosa shuki, eng xavfli, eng kerak bo'lsa qo'rqinchliroq va eng nozik, qildan ham nozik bo'lgan vaqt o'smirlik payti va shuning bilan birgalikda farzandingizni poydevorini quradigan paytlardan bittasi ham shu.